Dollar ishqibozlari uchun ajoyib xushxabar. O'zbekistonda dollar va rubl kursi keskin ko'tarildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 26 dekabrda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra yevro kursi 5,29 so'mga pastladi va 14,234,48 so'm bo'ldi. Rossiya rubli esa 1,52 so'mga oshdi, 155,23 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 10,87 so'mga ko'tarildi. 12,078,47 so'm bo'lgan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.